Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik erkak migrant o'zining xotini va qaynopasini vahshiylarcha o'ldirib O'zbekistonga qochib ketgani aytilmoqda. O'zbekistonlik migrant O'zbekistonning Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridan ekanligi aytilmoqda. Videoni ko'ring va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video ma'qul bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Hozir Sankt-Peterburgda Samarqandlik Kattaqo'rg'onlik aka o'z xotini bilan qaynopasini vahshiylarcha o'ldirib, o'zi O'zbekistonga qochib ketibdi. Ot videoni ko'rsangiz bo'ladi. Ushbu videoga imенно qatnashayotgan akam yonimda, hozir video qilamiz. Videoni oxirigacha video o'sha joyda jarayonda olingan. Mana shu Bek akam o'sha yerda qatnashgan aka. Bitta mana shu haqida ma'lumot berib yuboring-da bitta. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Mana shu obuna uchuvchilar, kuzatuvchilar. Mana 2 kundan buyon bizlar shu holatda yuribmiz, tergov bo'limlari qatnashib. Imini mana shu videoda siz shu yerdamidingiz? Mana shu videoda biz shu yerda bo'lgan. Bizlar o'sha yerni borib ko'rib, masalan, izohlashdik, suhbatlashdik. Nima sababdan bo'lganini haligacha hech kim bilmaydi. Faqat shu yigitni o'zi biladi. Chunki bu yerda o'zini xotini bilan janjallashib qolib, qaynopasi bilan 2 kishini bir dunyodan ko'z yumib ketgani, bularning yosh bolalari, yetim bo'lib qolganlari hamma bu yerda hayratda qolib o'tiribdi. Nechta 6 ta bolasi dedingizmi? 6 ta или 5 ta da. 5 ta bolasi yetim qolibdi, ishsiz nomard. 6 bola deyishdi. Endi u aka hozir qochib ketgan Kattaqo'rg'onga. Ha, bu aka qochib ketgan hozir, chunki qidiruvda yuribdi bu. Chunki qidiruvda bu Rossiyada juda bir masshtabli bir sensatsiya bo'lib ketdi. Chunki bu vahshiylarcha 2 ayolni o'ldirib, shu joyda boshqacha ishlar bo'lib yuribdi hozir. Voh. Aka, men qisqacha hozirgi oxirgi paytlarda siz hamma narsaga aralashib yurasiz. O'zimizni yurtdoshlarimiz nima bilan ko'p qamalyapti, doim ogohlantiraylik, hamma ko'rsin, bilsin, ehtiyot bo'lsin aka. Shu bizlar yurtdoshlar eng ko'p migrantlarimiz hozirda narkotika bilan, zakladchik, kuryer bilan ko'p tushyapti. Va bu yosh kattalardan pul olib, mana bu kampirlardan bir boshqa aldov yo'llari bilan olib, boshqa uylar shaharlarga ko'chirib, shularning ishidan jinoiy ishlar qo'zg'atilyapti. Taksilarda ko'p tushyapti. Ko'p taksilarda mana klientlarga o'zi pul o'tkazib berib, ichman, masman, o'zing o'tkazib ol deb, ko'pincha o'zimizni migrantlardan ko'p narsaga sababchi aybdor bo'lib qolyapti. O'zlari pullarni nechib olib, magazinlarda, mana shu lenta okeylardan o'g'irlik qilib, bularga hammasiga hozir jinoiy ish ochilyapti. Hozir chunki juda qattiq migrantlarga qarashyaptiki, shu jinoyat sodir bo'lmasligi uchun. Shuning uchun hammadan iltimos ogoh bo'linglar. Shunaqa yo'llarga kirib, o'zlaringiz va ota-onalaringiz, bolalaringizni va shu mahalladoshlaringizga o'zlaringizni sharmanda qilib, uyoltirib qolmasliklaringizni so'rab qolamiz. Yo'q. Akalar, bu yerga hammamiz ishlashga kelganmiz. Ishlaylik, ona yurtimizga tinchgina qaytaylik. Vot ko'ryapmiz, bunaqa vahshiy odam daji eshitsa badani titrab ketyapti-da. Bizlar ham maksimal qo'ldan kelgancha bizga обращение qilgan, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, yuborishga sababchi bo'larimiz mojid. Lekin akalar, hammamiz maqsad qo'yib kelganmiz, maqsad sari ishlaylik. Bunaqa gryazli narsalarga